Qo'shtepa tuman tug'ruq bo'limi neonatologi Odinaxon Kamolova 42 yildan beri o'z kasbiga sidqidildan xizmat qilib kelayotgan tajribali mutaxassis. U bugungi kunda sog'liqni saqlash tizimidagi eng dolzarb masalalardan biri. Chaqaloqlarni ona suti bilan oziqlantirishni keng targ'ib etish yo'lida faol mehnat qilib kelmoqda. Ona sutining beqiyos ahamiyatini aholiga yetkazishda u o'zgacha yondashuv va hayotiy misollar orqali ish olib boradi. Keling, tajribali mutaxassis fikrlarini birgalikda tinglab ko'ramiz. Bola qancha erta ona o'g'iz sutini emsa, chaqaloqlarimizda shuncha immunitet hosil bo'lishi erta rivojlana boshlaydi. Bu chaqaloqlarimizga infeksiyaga qarshi kurashishlarini oldini oladi. Yuqumli kasalliklarni oldini oladi. Chaqaloqlarimizni ona sutidan olayotgan A vitaminiga boy o'g'iz sutida ko'zni ravshan qiladigan, ko'z kasalliklarining oldini oladigan A vitaminlarga boy bo'ladi o'g'iz suti. O'shaning uchun chaqaloqlarimizni qancha erta ko'krakka bersak, bolalarimiz o'rtasida perinatal o'lim holatlari, keyin yuqumli kasallikka moyilliklari kamayib boradi. Ular onasini bag'rida erkin holda, talabiga qarab qancha xohlasa o'shancha emiziladi. Buni onalarimizni homiladorlik davridagi uchastkalardan boshlanadi. Buni targ'ibot qilish, tuqqandan boshlab turib bizdan chiqib ketib kungacha ham mana shu tug'ruq zallarimizdan, palatalarimizda hamshiralarimiz orqali ko'rilayotgan doktorlarimiz tomonidan buni yangi tuqqan ayollarimizga tushuntirish ishlari bilan birga amaliy ko'rsatmalar bilan ham yetkazib boriladi. O'shaning uchun aytamanki, har bitta ona ko'krak sutining qanchalik ahamiyatliligini bilsa, bolalari sog'lom, baquvvat o'sadi. 6 oygacha onalarda o'zini ham kamqonlikdan saqlaydi, rak kasalliklaridan saqlaydi, tabiiy ravishda homilador bo'lishdan ham saqlaydi bu 6 oygacha istisnosiz emizishlar. O'shaning uchun bolani faqat ko'krak bilan boqinglar deb biz targ'ibot qilamiz.